Hoy iymon keltirganlar, kim Ramazonga ibodat qilgan bo'lsa, bilsinki Ramazon ketdi. Kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa, unda bilsinki Alloh tirik va o'lmaydi. Hoy Ramazonda tavbalar qilgan, Allohga qaytgan, namozlarni muhofaza qilgan, iymonni mustahkamlab, taqvodor bo'lib Allohga itoat qilgan, moldan ihson qilgan odam. Nima Ramazon tugagandan so'ng iymonning halovatini tark qilib, osiylikning alamiga qaytasanmi? Iymon halovatini his qilgandan so'ng uni tark qilasanmi, hoy Allohning bandasi? Ne'matdan so'ng azobga qaytib ketishlikdan Allohning panohini so'ragin. Hidoyatdan so'ng zalolatga qaytib ketishdan Allohning panohini so'ra. Va ey Robbimiz, bizni hidoyat qilganingdan so'ng qalblarimizni og'dirmagin va bizga o'z huzuringdan rahmat ato etgin. Albatta sening o'zing ko'plab ato qiluvchisan.